Eng münəvvər Adəm, eng tırışçan Adəm. Harvard Universitetining ilhom bəxş hikmeti. Başqalardan texmi baldur, texmi bək tırışqandıla muvaffaqiyatning təmin tetig'ili bo'ladi. Harvard Universitetida mundaq bir qarash tarqalgan. Bir odamning muvaffaqiyat qozonolmasligi uning ishdan sirtqi vaqtda tirishqan, tirishmaganligiga bog'liq. Siz kunda oqshom 2 soat vaqtingizni chiqarib kitob o'qisangiz, dars o'rgansangiz, ahamiyatli ba'zi faoliyatlarga qatnashsangiz, turmushingizda mohiyatli o'zgarishlar bo'layotganligini bayqaysiz. Navod bu odatingizni 1 yil davomlashtirsangiz, muvaffaqiyatga erishmagingiz tasga to'xtamaydi. Bu qarash bizga mundaq bir haqiqatni bildiradi. Tirishib o'rganganda mo'jiza yarata olamiz va muvaffaqiyat qozona olamiz. Ulug' olim Einstein kishilarning farqi ishdan sirtqi vaqtda degan ekan. Bu nəhayət yaxşı tərəfləş. Çünki kişilərin xizmət vaxtı anca fərqlənməydi. Töhfə nəticə təngdegüdək buludu. Bundaq əhvalda həyatınızı özgərtiş üçün qattiq tirişçanlıq görsətməsəniz bulmaydı. Başqalar işdən sirtqi vaqtlarda oynab köngül içib yürgəndə, siz muvaffaqiyatga erişkənə qədər çoxum ögünüşünüz, iqtidarınızı östürüşünüz kerak. Yaş ösmürlərinin hazırki ögünüşü eğir bolsunmu, lekin ular tama köl bola degan hikmətga sal qaraydı. Bəzilər biraqlı muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'ladi, lekin astoydil o'rganish qilish deganni bilmaydi. Bir kunlarda atrofidagilar xil muvaffaqiyat qozonganda o'zining hech qanday natijaga erishmaganligini bayqaydi. Amaliyotda talant jihatdan ular boshqalardan kam emas. Ishni boshqalardan keyin boshlagan emas, lekin oxirida o'zini nimishqa boshqalardek muvaffaqiyat qozonolmaydi. Balkim ular mush chog'da masalaning nima ekanligini tushunishi mumkin. Ular ulug'vor g'oya va irodaga ega. Biroq mo'l natijani o'ylaydi. Lekin texmi ko'p vaqtni muvaffaqiyat qozonish uchun tirishishga sarf qilmaydi. Atrofimizda bundaq yosh o'smirlar nihoyat ko'p. Men Harvard o'quvchilari va o'qituvchilarining eng ko'p deydigan mundaq bir jumlani doim anglayman. Navoda o'qish bitirgandan keyin har qanday vaqt, har qanday o'rinda kishilar bilan beliq bilan suvdak bo'lib ketmoqchi bo'lsangiz, shundaqla ko'pchilikni qoyil qilmoqchi bo'lsangiz, Harvarddagi bo'sh vaqtingizni bekor o'tkazib o'tmang. Darvaqa Harvard Universitetiga kirib o'qiganlar intayin talantliq. Lekin Harvard Universitetidagi har bir o'quvchi butun kuchi bilan tirishib o'rganadi. Chunki ular eng munavvar odamning eng tirishchan odam ekanligini biladi. Bu jihatda Harvard Universitetining professorlari o'quvchilarga doim mundaq hikoyani so'zlab berdi. 1903-yili Kol degan bir olim New York matematika ilm jamiyatining muhokama yig'inida olim mutaxassislarning diqqatini tortdi. Chunki u matematikadagi eng tez bir masalani yechidi. Kishilar uning natijasini ta'riflashayotganda biraylar uningga: "Apandim, siz umrimda ko'rgan eng aqlli odam" deydi. Bu odamning maqtig'iga Kol kulimsirgancha javob berdi: "Men siz o'ylagandek uncha aqlli emas. Biroq shu odatdagi odamlarga qaraganda tirishchanman." U odam Kolning javobidan bakmi qaymiqib qoladi. Kol uningga: "Mening bu chekish masalani yechishga qanchalik vaqtimning ketganligini bilamsiz?" deb so'raydi. Bir hafta ketgandi deydi o'yliq odam. Kol kulimsirgancha 5-chayqaydi. Kolning javobidan hayron bo'lgan o'yliq odam: "Voy xudoyim, 1 yil ketmagandi" deydi. Kol: "Apandim, xatolashdingiz. 1 yil emas, 3 yil ichidagi hamma yakshanba kunim" deydi. Kolning bu javobini olgan kishilar jimit bo'lib qolishdi. Harvard Universitetidagi professorlarning bu ishlarni bizga deb berishdagi maqsadi bizga ijtihod bilan tirishib va o'rganishni qat'iy davomlashtirishning intayin muhim ekanligini tushuntirishdan iborat. Harvard Universitetida bir doktor o'quvchi odatda 3 kunda bir qalin kitobni o'qib bo'ladi. Yana necha 10 ming xatlik kitob doklati yozadi. Vaqtingiz yor bo'lsa, Harvard Universitetini sayli qilib beqing. Sahar 4 da kutubxonadagi chiroqlarning yo'p-yo'riq turganligini, birma o'rinning bo'sh emasligini ko'rasiz. O'quvchilar Harvard Universitetining oshxonasida mazlik tomoq yegash, kitob ko'radi yoki xotir yozadi. Harvardning doktorxonasida kasal ko'rsatishni saqlab turgan o'quvchilarmi vaqtini bekor o'tkazmaydi. Ular ixlos bilan kitob ko'radi. Harvard Universitetining hamma yeri ko'chma kitobxona desekmi bo'ladi. Mushundaq o'rganish kayfiyati ichida 8 Amerika zongtini, 40 Nobel mukofoti sohibi vujudga chiqishdek mo'jiza borliqqa kelgan. Shunga men yosh o'smirlarga shuni demoqchimanki, muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, harmay talmay tirishing. Tirishchan tog' oshar, toshqa miqqaqar degan hikmatga ishoning. Ajoyib natijalarni yaratganlar ijtihod bilan o'rganganlardir.